Rövşan Nur Studiyası. Balalıktan birge öskün klastaşlarım, klastaşlarım. Bar bolsun jakındarım, candaşlarım, candaşlarım. Ömürdün kaygısına çömülböylü klastaşlarım. Dostum dep kucak çaygan kurdaşlarım, kurdaşlarım. 11 yıl birge okugan klastaşlarım, kız jigit oyun kurgan klastaşlarım. Kızık gün oşol eken klastaşlarım, aman bol klastaşlarım. 11 yıl birge okugan klastaşlarım, kız jigit oyun kurgan klastaşlarım. Kızık gün oşol eken klastaşlarım, aman bol klastaşlarım. Rövşan Nur Studiyası. Mına emi boy jetildi klastaşlarım, klastaşlarım. Har birin öz yolunda candaşlarım, candaşlarım. Al gündür artta kaldı kurdaşlarım, kurdaşlarım. Gelgile çok ulalı kucak cayıp klastaşlarım. 11 yıl birge okugan klastaşlarım, kız jigit oyun kurgan klastaşlarım. Kızık gün oşol eken klastaşlarım, aman bol klastaşlarım. 11 yıl birge okugan klastaşlarım, kız jigit oyun kurgan klastaşlarım. Kızık gün oşol eken klastaşlarım, aman bol klastaşlarım. Klastaşlarım, kız jigit oyun kurgan klastaşlarım. Kızık gün oşol eken klastaşlarım, aman bol klastaşlarım. Oyunga toy
2004-yili bitirgan bitiruvchilar 20 yil munosabat bilan keldi. Ana eshitdinglarchi? Hayotda qanday o'rin topgan bo'lsak, jamiyatga qanchalik kerakli inson bo'lgan bo'lsak, ustozlarimizni mehnati, mashaqqatlari juda ham ko'p. Hurmatli ultra bar boshqachaga. Sarvaraga. Hammasini nomidan ta'zim qilamiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz hammasiga. Katta ustozlarimiz bor. Ularni joylari jannatda bo'lsin. Shu maktabda oddiy o'qib, hech qanday repetitorga bormay, ko'pchiligimiz universitetlarga kirganmiz. Shular bergan bilimlar bilan hayotda o'z yo'limizni topdik. Bitiruvchilarga ham omad tilaymiz. Yana 40 yillikda kelganda bular 20 yilgacha kelishsin. Ichida doktorlar, o'qituvchilar, tadbirkorlar ko'p bo'lsin. Ustozlar minnatli rahmat hammalarga. Assalomu alaykum o'qituvchilar hammalarga 25-may bitiruv kechasi bilan qutlayman. Ayniqsa bitiruvchilarni hammalar oliy yurtlarga o'qishlarga kirib katta odamlar bo'lib, yaxshi o'qishlar o'qib, yaxshi ishlarga joylashadilar. Biz mana 2004-yil bitirganmiz, mana 20 yillikdan keyin hammamiz o'qitgan o'qituvchilarimizni ta'minlaymiz. Hammasi umrlari uzun bo'lsin. Bola chaqalari baxtli sog' bo'lsin. Hammalar ta'minlayman bitiruvchilar. O'quvchilari bilan men sizlarga shu vaqt qo'ng'iroq maydonidan chinjiroqdan 86-klassdagi qizlarimni mana qaranglar. baringizlarni 20 yilda uylanganlarni chinjiroqdan tutgan. Men shu aytarim, 1-klassda bizga qo'rqoqarim qarmatgan Anarxon ejakaga, Samiva Gullar ejakaga, Isak Majumagul ejakamizga chindan chin rozimiz. Uchurdan foydalanib, uchurlarga joyingizlar baysallik bo'lsin. Universitetlarga kiringizlar. Kelajakda o'sha elga xizmat qila turgan yoshlardan bo'lsin. Rahmat baringizlar. Assalomu alaykum. O'qituvchilar, o'quvchilar. 25-may o'tirib kechagina nimaga tabriklaymiz. Bizga 20 yil bo'ldi. Masalan, do'stlarim aytganda 40 yillikda kelganlar sizlar ham belgilab. Ichingizdan bo'ladi degan narsalar bolalarga kelgan. Hammaga omad. O'qituvchilarga katta rahmat hammaga. O'sha yerda direktordan tortib eng kichkina xodimgacha kachigarigacha biz mingdan ming rozimiz maktabda bilim bermaganmizni bizga isti bergan. Hammasiga mingdan ming rahmat. Umriga uzun bo'lsin, istiqbolli bo'lsin. Shunday bolalarni tarbiyalab yuraveringlar. Shuncha omad. Sarvaraga orqadan bor shartli zor yo'ratda. Kim? Hurmatli bizning sobiq bitiruvchilarimizga juda ham katta o'z minnatdorchiligimizni bildirib, rahmatlaymiz deymiz. Sarvaraga. Wow. O'zim dilmam. To'xtab qo'ying, bu to'xtab qo'ying. Qo'l tolib. Chaqtirdim sizni muallimgacha, ko'rgonni kelim sizni maktabga. Jashim jetdi sizga suyarnog'i, ay bilmayman chekka. Qanday aytam suyimdi sizga. Muallim chekka, may muallim. Alayım özünüzde men dilim. Defterimni jazayım men siyallam. Yürüğünüzde durayın uyanlam geceke. Hayajonga bosdim, men oilaviy qilish boshqarib,
ish yanagi yubileyda hamma katta qolmasa boshqasidan shunaqa qilib yo'q ustolarni omadlar bersin hammasi ayniqsa sarsamog'ot haqida juda ko'p hozirgi o'quvchilar gapiradi sababi omadlilar juda kattasilar to'g'ri aytasiz sababi ashib aytgan haqiqatdan sizlar ko'p misol aytamiz iltimos hozir hayajondan zo'r o'tiribni ama hani iş boylarından okut esesler okut demezsin. Aşk günü nerenin kardeşte şorlar tutkeninde. Şunlara şaşık yoklarına gelip kılıçlı bir de doğru kılıçlı. Nasıl mazaklı oldu kılıç topması, zor olması, şunlara mazaklı oldu. Yine aşı biz kırayın desen bismillah. Yukarı gitti ben. Nasıl koydu? Yukarı gitti kılıç. Rıza'da olsa gerek. Yok. Bak. Dedi ki kızlar eve diyenden keyin kızlarlar yok et. Kendimge rivojlanib ketdilar. Misol meni bolalarim Litva disk kasetadan shunday bir narsalarni olib bir narsa yozib qo'yadi. Men bolalarim bor. Biro'larni qo'lga tushib videoda qizlar, bolalarim aynan qizlar sandi umid qo'yasin degan o'yda yo'qinglar deyishdi. O'zimiz o'qiganlar esa kam boqdi deyashadi. Sizni ko'rdik. Rıfşan Nur Studiyasi. Al kezde bizge kim beret attın al gündür bir gelet hıyalı jomok min türkün klastaşlar elet biz belön kat жазып sıyım sıybe dep kanday koz kızık düğüne dep deniz ageyan materik dep derdin dedin cimelep 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarçamaz klastaşlar getmeyen şaka bolsokçu adin tarkabaz birini kalem sıyası kol bulgat bilim uyası jaydары klastaşlarımdın jayılıp alыс kulaçı jayılıp alыс kulaçı andağı bizdin tilekler altınga bergiz mülöktör eski da bolso albomda en kımbat bizdin süröttör dostlukka beken tilekler mahabatı yüttülöktör aşığın sıyım dep жазганнан kedaдағы жүрөктөр 11 yıl boyu partalaş oyundan hiçbir çarçama Urup sökörlerimge halige bir hapa kılgan bolsam hamma yerga uzrim aytib qo'yaman. Aya, bitta nimada? Bizim mana Rossiyadagi bolalar ham bor. Rossiyadagi bolalar bor. Va kelolmagan qizlar bor. Shulardan ham bitta nima qilib qo'ysa, hammasini otmoq shartmiz. Eslab qo'ysangiz bo'ldi. Mehridan duo qilib, ataga duo qilamiz. Amin. Tinchlik, omonlik, tansihatlik, xotirjamlik o'zi bersin. Hamma gap tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, elimiz bo'lsin.
Shular qatorida sizlar ham hamma qizlarim bosh egalaringlar meni. Boldarim kelinlar meni qo'sha qarg'lar, tinch bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Hamma meni bolalik chaqarib bo'lib. Hayotda katta yo'llarida ketib o'tasizlar. Ilohim shu yo'llarda hech qoqilmag'in. Allohim bergan farzandlarga hammalar o'zinglar bosh bo'linglar. Allohim sog' bo'lsin, shu bola chaqalarni mehr oqibatini yaxshilik yo'llarini ko'ringlar. Ularida o'tirgilasizlar ham bizga o'xshagan. Oqchach, bayulcha, oqsoqol, chollar bo'g'ilasizlar. Ilohim hamisha shunday o'ynab kulib sog'-salomat Amin. sizlar meni shunday orqa hurmat qilib kelibsizlar. Allohim sizlarga hurmat qilsin. Hamisha o'ynab turib sog'-salomat yuringlar. Safarda yurgan o'g'illarim, qizlarim, sizlar ham sog' bo'linglar, omon bo'linglar, joningiz sog' bo'lsin. Ish qilib u yerlarda ham shu bola chaqa bakam deb yuribsizlar-da. Doim o'sha niyatlaringizga yetkazib, maqsadlaringizga yetkazib, hammaga tanijaningiz sog' bo'lib, sog'-salomat, bir-biringizga yo'qlab yurguvchilardan bo'linglar. Bir-biringizga eslab yurguvchilardan bo'linglar. Ilohim tanijaningiz sog' bo'lsin. Nimaki maqsad niyat qilgansa, maqsadingizni bersin. Ilohim amin. Allohum mag'firat val validin. Yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulchanondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Erkalab suygan, otam opchlab yurgan, endi 6ga kirgan, bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami, bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishdan, bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zal dam yoshligim, sho'xligu beboshligim, qayda qalam qoshligim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim,
günlerim Eslep yoshlik çağlarım Bola bulup qolsaydım Saçlar. Çıkıyorsunuzlar. Şu saçlar. Bugün 25. May. Maktab bitirganimizga 20 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan to'planib, bolalar bor, qizlar bor ketdi. Chiqibsiga hamma. Kelayotgan do'stlarimiz bor Rossiyada. Iloyim keyingi yil 30 yillik, 40 yillikda sizlarga ham nasib qilsin. Ishlaringizga omad. Rahmat hammalarga. Şu bolalar katta hissasini qo'shdi. Rossiyada ishlab yurgan bolalarchi. Katta rahmat. Qani, sal kengroq. Dilshod, bera o'tirish. Jilish bera. Jilish. Qosim may qo'yib kel. Men to'yib olib olay, keyin bunaqa bugün yana 20 yil bor yo'q degan do'stlar. Kim bor, kim yo'q degan. Kim bor, kim yo'q degan. Ha, bugün bor. İngilizceler. Şükür. Biz Xonobodga keldik. Qosim, Abdurazaq. Qarab, qizlar otini to'shni eslab qolgan ekanmiz mana. Qizlar keldi mana. Baliq yegani keldik.